Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşünüzü qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibidəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qənəmizdə qıtanlar ekranımızda olsun. Maşinuri İslam dinini Xitayçılaşdırış siyasətini qayta təkidlədi. Xitay Şərq Türkistanda icra qılıbatqan irqiy qırğınçılıq cinayətini yalğan təşviqatları arqılıq xalqara cəmiyyətdən yoşuruşqa urunish bilan birgə Şərq Türkistanda adalmış İslam dinini Xitayçılaşdırışda çiڭdirish, İslam dinini sotsializm cəmiyyətiga uyğunlaşdırış qadarlıq terror siyasəti ibarələrini qayta təkidləməkdə. Xitayning Şərq Türkistandagi təşviqat organi Tağrıdağ To'rining 23 mart xabar qilishicha, atalmış Uyg'ur Abdunum rayonluq partiya komitetining sekretari Maşinuri ro'zihat yaqinlashayotgan bir paytda atalmış Şinjan İslam dini instituti İslam dini jamiyati qatorliq o'rinlarga tekshirishga borgan. Maşinuri bu jarayonda İslam diniga qarshi terror siyosatini ta'kidlab, dinni xitoychilashtirish yo'nalishida qat'iy tavranmay ching turib, Şinjanda İslam dinini sotsializm jamiyatiga uyg'unlashishga faol yetaklash kerak. İdivi siyasi yetakchilikni kuchaytirib, diniy zotlar va diniga e'tiqod qiladigan ommani sotsialistik yadroliq qimmat qarashini yetildirib va amalda ko'rsatib, vatanni, Junxo millatini, Junxo madaniyatini, Xitoy kompartiyasini sotsializmni qalbdan e'tirof qilishni uzluksiz kuchaytirib, Junxo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashga yetaklash kerak deb bildirilgan. Maşinuri yana xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yash uchun qoldirib qo'yilgan atalmış Şinjan İslam dini jamiyatidagi qo'rchoq amaldorlar bilan ko'rishganda diniga e'tiqod qiladigan ommaga partiyaning din siyosati, qonun nizom tashviq tarbiyasini yanama kuchaytirish kerak deb jar solgan. Xitoy irqiy qirg'inchilik jinoyati bilan bir vaqtda atalmış Şinjanni madaniyat bilan oziqlantirish nomli planini ijro qilishga va tashviq qilishga boshlagan bo'lib, bu orqali Uyg'urlar boshliq turkiy xalqlarni Xitoy madaniyatini qabul qilishga majburlamoqda. Shundaqla atalmış millatlarni o'zaro qo'shib o'tish fikrini kuchab tashviq qilib, milliy kimligi va diniy e'tiqodini umumyuzlik bostirmoqda va bu jarayonda Xitoyning siyosatiga to'salg'i bo'ladigan shaxslarni turli bahonalar bilan ko'zdan yo'qotmoqda. Undan boshqa Xitoy yaqinqi mezgillarda Sharq Turkistonda atalmış İslam dinini xitoychilashtirish, sotsializm jamiyatiga uyg'unlashtirish nomidagi terror siyosatlarini qayta ta'kidlab, Uyg'ur xalqiga qaratgan bostirish harakatining texmi qattiq tariqada davomlashadiganligidan bishorat bermoqda. Kuzatuvchilar Xitoyning har xil razil vositalar va turli bahonalar bilan Sharq Turkiston xalqining moddiy, ma'naviy madaniyatini cheklab vayron qilayotganligini, buning natijasida 16 mingdan ortiq masjid cheqib etilgan yoki buzib etilganligini, necha minglagan o'limaning o'ldirilgan yoki turmaga tashlanganligini, xalqaro jamiyatning kuchlik ayblashlariga qaramay, yanada irqiy qirg'inchilik siyosatidan voz kechmaganligini ta'kidlamoqda. Shundaqla islom dunyosidagi hukumat tashkilotlarining Xitoyning islom va Sharq Turkiston xalqiga ijro qilayotgan jinoyatlarini ko'rmas bo'lib olganligini, natijada Xitoyning xotirjam holda terror siyosatlarini texmi vahshiylarcha ijro qilishni ta'kidlayotganligini, jumladan bu yilmi Uyg'urlarning ro'za tutishini qattiq cheklaganligini bildirishmoqda. Tayvan doiralari Xitoy paraxodini tutib qolganligini e'lon qildi. Tayvan dengizkorlash qismi qonunsiz mayqachilash bilan gumon qilingan Xitoy paraxodini tutib qolganligini bildirdi. Fransiya xalqaro radiosining xabar qilishicha, Tayvan dengizkorlash qismi 23 mart Tayvan dengiz rayoniga qonunsiz kirgan Xitoyning baliqchilik paraxodlarini yiqilg'u may bilan ta'minlaydigan bir Xitoy paraxodini tutib qolganligini e'lon qilgan. Tayvan dengizkorlash qismining bildirishicha, bu paraxod Tayvanning janubidagi Shinju dengiz rayonida tutib qilingan. Paraxodning ismi, guvohnomasi yo'q va tizimga oldirilmagan bo'lib, dengizkorlash qismining ko'p qitimliq ogohlantirishiga parvo qilmay, turli usullar bilan qechishga uringan. Oxirida Tayvan dengizkorlash xodimlari tomonidan kontrol qilingan. Xabar qilinishicha, paraxod qonunsiz yiqilg'u bilan ta'minlaydigan mazkur paraxodda taxminan 500 ming litr yiqilg'u may bor bo'lib, Tayvan dengiz rayoniga kirgan boshqa Xitoy paraxodlarini may bilan ta'minlashni maqsad qiladi ekan. Paraxodda jami 6 kishi bor bo'lib, hammasi kimligi yo'q Xitoylar ekan. Ular Tayvan dengizkorlash qismi tomonidan tekshirish uchun elib ketilgan. Bu kema texmi ilgirlab tekshirish va surishtirish uchun Taybi portiga elib kelingan. Bildirilishicha, bu mazkur dengiz rayonida bu xil voqeaning tunji qitim yuz berishi bo'lib, uzun vaqtdan beri Xitoy baliqchi paraxodlarining Tayvan atrofidagi dengiz rayonlarida qonunsiz baliq tutish faoliyati bilan shug'ullanishi Tayvan taraf diqqat qilayotgan masalaga aylangan.
Tayvan hökuməti ruxsatsız dəniz fəaliyyətlərinin aldını eliş üçün dəniz rayonunda çarlaşlarını küçəytgan. Fransiya xəbər agentligining bildirishicha, yaqinda Tayvan bilan Xitoy o'rtasidagi dengiz rayonida bir qancha qatim to'qinish yuz berib, vaziyat keskinlashgan. Bu yil fevralda Tayvan dengiz charlash qismi Tayvan dengiz rayonida Togoning bayrog'i esilgan Xitoy xodimlari boshqurgan bir paraxodni to'sgan. Buningdan ilgari Tayvan atrofidagi bir dengiz osti aloqa nur kabeli kesib etilgan bo'lib, bu ahvol kishilarning diqqatini qo'zg'agan. Tayvan hökuməti Trumpның Tayvanni tashlab etishidan ansiramoqda. Tayvan hökuməti Amerika prezidenti Donald Trumpның Tayvanni qo'llashdan voz kechib, Tayvanni tashlab etishidan ansiramoqda ekan. Nikkei Asiya to'rining 24 mart xabar qilishicha, analizchilar Tayvan hökumatining Trump hukumati mazgildagi Amerikaning Tayvanni qo'llashiga bo'lgan andishalarini ta'kidlagan va buni Ukrainaning vaziyati bilan selishtirgan. Bildirilishicha, Tayvan Xitoyning besib olish xavfiga duch kelayotgan bo'lib, agar Xitoy Tayvanga tajovuz qilib qolsa, Amerikaning Xitoyning tajovuzchilik harakatiga aralashmasligidan ansiraydi ekan. Bugun Ukraina ati Tayvan degan shuar bu andishalarni aks ettiradigan bo'lib, Tayvan taraqqiyot natijalari va Amerika bilan bo'lgan yaqin munosabatda yaxshi ifoda ko'rsatgan bo'lsa-mu, Amerikaning ishonchli do'st ekanligidan gumonlanish yanada mavjud ekan. Xabarda qayd qilinishicha, Tayvanning yaqinda Amerikaning yerim o'tkazgich mahsulotlarga solgan 100 milliard dollarlik mablag'i iltifot talab qilish deb qaralishi mumkin ekan. Ammo geopolitikalik siyosiy muhitda Tayvan yanada o'z kimligini saqlash uchun kurash qilmoqda ekan. Turkiyaning Suriyadagi harakatlari Isroiliyaning andisini qo'zg'adi. Turkiyaning Suriyaning Tadmur shahridagi keng ko'lamli harakatlari Isroiliyaning andisini qo'zg'agan. Al Jazeera kanalining 24 mart xabar qilishicha, Isroiliya bexatarlik manbalari Isroiliyaning Valla to'riga oshkorlashicha, Suriya prezidenti Ahmad Shar'iy Turkiya prezidenti Rajab Tayyip Erdo'g'an bilan Tadmur shahri atrofidagi bir rayonni Turkiya askarlarining kontrolligiga o'tkazib berish to'g'risida suhbatlashgan bo'lib, buning badaliga Suriya Turkiyaning iqtisodiy, harbiy va siyosiy jihatdagi qo'llashiga erishdi ekan. Valla to'ri yakshanba kuni bir Isroiliya bexatarlik organidan naql keltirib xabar qilishicha, o'tgan hafta Suriyadagi vaziyatni baholash yig'inlarining birida Suriya sahnasida Turkiya bilan Isroiliya o'rtasidagi to'qinishning muqarrar ekanligi, bu Erdo'g'anning Suriya ichidan Isroiliyaning boshqa har qanday tahdidni yo'qotish harakatlarini buzishga urinishining bevosita natijasi ekanligi bildirilgan. Xabarda yana Tadmurdagi Turkiya qismlari harakatining Isroiliyaning andishalarini qo'zg'aganligi ko'rsatilgan. Xabar qilinishicha, Humus shahrining sharqidagi Turkiyaning harbiy mavjudligi kelgusida Turkiyaning harbiy jihatdan Suriyaning janubiga yetib berishiga yo'l ochishi mumkin ekan. Buning natijasida Turkiyaning Isroiliya bilan bo'lgan bevosita surkilish ehtimolligi oshadi ekan. Isroiliya to'r bekatlarining xabar qilishicha, Isroiliyaning bexatarlik qismlari o'tgan hafta Suriyadagi mavjud taraqqiyotlar to'g'risida bir qancha qatim yig'in ochgan. To'r bekatining oshkorlashicha, Isroiliya bexatarlik organlari yangi Suriya hukumatining havo mudofaa uskunlari, o'q-dori qatorliq harbiy ul aslahalarni Suriyaning janubiy qismida qayta qurishga uringanligi muzokara qilingan. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.